Tesla, Cobalt, Lacetti, Spark. Qora Gentrani ko'rgani keldim. Bu Gentra'mizdan yil 2022 xudo xolisa. Kraskalar 100% top-toza. Probeklariga javob beramiz. Bosh uchmi? Bu yog'ini hali ko'ringchi mashinani. Agar ma'qul keladigan sharoitiga qarab gaplashamiz. Aka, mashina menga yoqdi. Faqat boshiga 2000 bor. 2000 ozgina boshiga to'g'ri kelmaydi. 3000 bilan bo'lsa chiqarib beraman, aka. Bera qoling, barakasini bersan, aka. Gazga bizning hisob kitoblar bor. Sal to'g'ri kelmaydi bu pul bilan. Mayli, aka. Sog' bo'ling endi. Yaxshilik ko'rishaylik. Xo'p, sog' bo'ling. Xafagarchilik bo'lmasin. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mashina ko'rgani kelyapti. Qaysi mashinani ko'rgani kelasiz? Qora Gentrani ko'rgani keluvdim. Ko'ring. Agar ma'qul kelsa, ahvolini gaplashamiz. Xo'p. Ko'ring. Aka, mashinangiz menga yoqdi. Bosh to'lovi 3000. Bu yog'ini sharoitiga qarab kelishamiz. $500 pulim bor. Iloji bo'lsa, o'sha pulga qilib bering. O'zi mashina menga emas. Sizdan oldin klientga hozir boshiga 2000 bilan bermadim. O'zingizga bo'lmasa bu mashina kimga so'rayapsiz? Menmi? Ana turibdilar. Adamlarga so'rayapman. Bo'lmasa, bir chaqiringchi adingizlarni. Xo'p bo'ladi, hozir. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchab qolyapsiz. Yaxshi keldingiz. O'g'lingizlar moshina ko'rsataman, otamlarga olib kelibdilar. Mana shu yerlarni ko'ringchi, qani ma'qul keladi. Yoqami ekan. Ko'ryapman aka. Anaqa moshinani ko'rgan bo'lsangiz qalay? Sizga yoqdimi? Zo'r, yoqdi bolam. Sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Endi o'g'lingiz sizni yomon mashinaga olib kelmaylar. Aka, bo'lmasa boshlang'ich $500 bilan mashina sizga o'tdi. Baraka. Rozimisiz? Roziman, baraka. Asli pul oldinglarmi? Yonimda. Bo'ldi, 500 chi. Yonimda. Bo'ldi, aka. Davrisiz pulchi. Bor. Gapsiz bo'lsin, bo'ldi. Hal qilamiz. Mayli bolam, rahmat. Yaxshiligiga haydang. Otangizlarni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar. Sen ahmoqmisan? Hozir 2000 bilan bermagan mashinani 500 bilan berib oldingmi? Bu bolani nima deb deganini eshitdingmi o'zi? Eshitdim. Otamga olib bermoqchiman dedi. O'zing bilasan. Hozirgi kunda mashinalarim kerak bo'lsa, sanog'ini bilmayman. Lekin zo'r mashinani olib, otamlarning duolarini olib haydattirib qo'yitsam, otam yo'li. Men bu bitta mashina bilan boyam kambag'al bo'lib qolmayman. Negadir Alloh qalbimga soldi. Shu bolaga menga o'xshab armon bo'lib qolishini xohlamadim, jigar. O'rtoqlar, oranglarda menga o'xshab otanglar hayotligida otanglar xohlagan mashinani olib berish sizlarga ham armon bo'lib qolganlar. Bormi? Rendagi